Bunday murabbiy dunyoda bitta. Kanalga obuna bo'ling, nima haqida gap ketayotganini bilib olasiz. Bu murabbiy darvozabonlardan Noyer, Buffon, Courtois, Casillas, Dida, Petr Cech, himoyachilardan Cafu, Marcelo, Maldini, Lam, Ashley Cole, Carvajal, Nesta, Cannavaro, John Terry, Sergio Ramos, Thiago Silva, Rudiger, yarim himoyachilardan Toni Kroos, Lampard, Pirlo, Kaka, Modric, Zidane, hujumchilardan esa Ronaldo, Ronaldinho, Lewandowski, Benzema, Cristiano Ronaldo va Mbappeni boshqargan tarixdagi yagona murabbiy hisoblanadi. Bu Carlo Ancelottidir.